ham mazza. Albatta shunaqangi mebel texnikalik cho'tka uyimizga kelganmiz. Yunusobod 8-kvartalda biz orientirimiz quruq 2 xona 55 kvadrat. Narxi startoviy $84,000. Albatta kelishiladigan joyi bo'ladi. Endi esa to'liq obzorni ko'ramiz. Kururish glavniy xotimiz sразу kiyim-kechak yechadigan shkoflar qilingan. Bu yoqda oynamiz bor и общий совмещенный sanuzelimiz bu yoqda. Hamma shart-sharoitimiz bor, tahorat oladigan sharoitlari ham qilib ketilgan. To'g'rida esa yotoqxonamiz bor, o'zini balkon qismiga ega. Konditsioner uchun joy qoldirilgan, pardalar, shkoflarimiz, hamma shart-sharoit bor. Tayyor kiyim-kechakni olib kirib yashaydigan xonadon. Bu yer esa zal qismimiz, divanli zona dam oladigan va mana bu yoqda unchalik katta bo'lmagan mehmon kutadigan zalimiz. Bu yoqda esa studiyniy formatda oshxonamiz joylashgan. Oshxonamiz ham juda ham keng, 2 eshikli, 2 kameralik xolodilnigimiz, stiralkamiz, mana bu yoqqa stol qo'yib, bemalol shu yerda ovqatlanib, u yoqda chisti zal qilsanglar bo'ladi. Manzilni eslatib o'tdim, Yunusobod metrosigacha 8 metr peshkom yo'l, 55 kvadrat, narxi startoviy $84,000. Albatta kelishiladigan joy bo'ladi. To'liq ma'lumotni yana описаниеda qoldiramiz.